Leksiyalarımızı davamlaştırmıyoruz hürmetli vatandaş. Bugünkü 2020 yıl 1. ayının 19. günü. Haftaki yakşembe. Tünün Baykal Leksiyanı 18 demek geçirenler. 19. günü haftaki yakşembe. Endeki mavzamında Amerika'nın Tinchlik Korpusu. Yaki bizim tilimiz bu iki etken Tinchlik Korpusu değil. Cungo'da çekinişe karar kıldı. Mavzulu haber 1. ayının 18. günü Amerika Ovaz'dan Xitaylı programımız ilan kılın. Haber mındak başlandı. Amerika'nın Tinchlik Korpusu 1. ayının 16. günü Cungo koruluğa karta yolga koyulgan pidayla planını ayaklaştırışta karar kıldı. 2020 yılı 6. aydan başlap Tinchlik Korpusu'nun pidayları Cungo koruluğundan çekinişe başlaydı. Tinchlik Korpusu torbiti Cungo Türi Titoni aşkarı dedi ki Cungo'da Tinchlik Korpusu pidaylarının hizmet ornu yok. Tinchlik Korpusu bu kararını Devlet Meclisi resmi tutar. Tinchlik Korpusu 1961 yılı 3. ayının 1. günü Prezident Kennedy hükümeti mezgilede kurulgan. Pidai mülazimetçiler korpusudur. Ulanın baş prensibi dünyanın tinchligini ve dostluğunu ilgili süreç. Kızıkıdığan devletler ve rayillerde en cepalı hizmet şeraiti de çet ellerde mülazimet kılışta halaydıgan Amerikalı iktidarlı kurallarının şu devlet şu rayillerde sapalı kişilerini terbiyeleşti maksat kılır. Pidayların mecburiyeti 2 yıl vazife icra kılış. Tinchlik Korpusu pidayları mutlak köpçülüğü sahipkan devlette asası katlamda bulup mu Irak ve kalak halette kalgan rayillerde hatta bazı şu devlette Ali mektepte bitirgen okugucular mı bir işte kalamaydıgan rayillerde hizmet kılıdı. Senatör Marco Rubio 16. günü bayanat ilan kılıp bundak görsetti. Tinchlik Korpusu'nun bu karar kişilerge ma'lum bolgan bir paketine delillidir. O bolsama Cungo emde terakki kılıvatkan devlet emas. Yani bundak görsetti. Uzundan beri Cungo özünü yalgandan terakki kılıvatkan devlette atap geldi. Dünya Bankası'nın ve Halkara Soda Teşkilatı Katarlık organlardan paylandı. Devlet İşlakatı Mike Pompeo 17. gün yani Cuma günü muhbirinin ziyaretini kabul kılganda Cungo'nun bay buluşu doğrusu da toxtalganda mındak görsetti. Soda ticaretten başka Amerika Cungo'ga münasebetlik başka işlagımı köç çıkardı. Mesela Cungo dünyanın her qaysı joylarida pul xarjlab, hatta her xil vasıtalardan foydalanib siyosiy ta'sirini kengaytib o'tadi. Avam Palatası Tashqi Munosabatlar Komitetining a'zosi McConnell ishxonasi 1. ayning 17. kuni axborot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Bunda qarorga kelish, ya'ni Cungodan chekinish qaroriga kelish kechikib qoldi. Lekin xabarni kishilar yanada qarshi oldi. Chunki Tinchlik Korpusuning Cungoning ko'rsatmasiga amal qilishining hamda zaruriyati qolmadi. Demak, Tinchlik Korpusu Amerikaning pul o'zining, xarajat o'zining, tortadigan jafo mushaqqat o'zining, lekin Cungoning ko'rsatmasi bo'yicha Cungoning ichki qismida ishlaydi degan gap bu. Hamda Cungo'ni ko'rsatmaga amal qilishning zaruriyati qolmadi. Tinchlik Korpusuning cheklik kuchini boshqa joylarda ishlatsa bo'ladi. Avam Palatasining bu nafar a'zosi yana mundaq ko'rsatdi. Tinchlik Korpusuning asli maqsadi ehtiyojlik bo'lgan, taraqqiy qilayotgan davlatlarga yordam berish edi.
boy davlatlarga yordam bermaydi. Bo'libmi, Amerikaning strategik düşmanlariga yordam bermaydi. Jungo dunyoviy ikkinchi iqtisod davlati zo'r mablag' ajratdi. Amerikaning davlat bexatarligi ziyon soladigan harbiy aslahalarni taraqqiy qildirmoqda. Jungoning kishilik huquqi xiloflik qilishi davomli kamaymoqda. Jungoning huquqi kechiringlar, Jungoning haqiqiy maqsadini tushungan dunyo hozir uyg'onishga boshladi. Amerikaga bosh to'laydigan fuqarolarning puli Tinchlik korpusining qo'li orqali kommunist Jungoga xarjlanmasligi kerak. Torbat jurnali, foydalanish xabarlari, tahriri Li Hongquan Amerika ovoziga mundaq dedi. Bu xabarni olganda cho'chib ketdim. Lekin bir necha sekunddan keyin hayron qoldim. Bir yerde bir gap vatandaş, ya kim bildim deyli, bir gap aynı çağda Rusya Kreml mustamlikçilik imperiyası yemirliş devre kirgende ben anladım, lekin materyal yüzlü görmedim. Şu vakti 16 mindən 17 minge kadar Amerikalık Rusya zeminide faaliyet kılıp yemirliş devre kirgende Rusya'nı işki urushga körüp ketmeslik için maşinamdan saklap kaldı degan bir haberni anladım. Bugün Endibiyat Tinchlik Korpusu, yoki siz biz bilan aytganda, sizning tilimiz bilan aytganda Tinchlik Korpusu deyilib, bu Jungo qachon kirdi, qachongacha qanday xizmat qildi, vaqt yo'q. Hozir to'satdan bu yil 6-oyda Jungodan chekinishni qaror qilibdi. Masalan, hozir ochiq aytganda Jungo jamiyati o'zgarish paytida, o'zgarish davrida turayotganda Tinchlik Korpusining Jungodan chekinishi meni hayron qoldirdi. Oxirdagi tadqiqotchilar Hongquan debdi-ku, dastlabda cho'chib ketdim. Keyin hayron qoldim, hayron qolmadim. Biz endi Rossiyada faoliyat qilgan, shu vaqt tinchlik uchun faoliyat qilgan amerikaliklarni bugun mushu Tinchlik Korpusi degan shumi emasmi? Men bunisiga hukm qilolmadim. Demak, hozir bu bolaning soni bu o'ttirib qo'yilmadi, lekin bular mushundaq davlatlarda faoliyat qilgan tinchlik elchilari, Amerika Qo'shma Shtatlarining tinchlik elchilari, fidoyilar. Belki bu fidoyilar haq qilishi mumkin, haq olmasligi mumkin, ixtiyoriy bo'lishi mumkin, badalsiz bo'lishi mumkin. Bunisi noma'lum, lekin men mushu Tinchlik Korpusining Jungoning vaziyati mushu holda tug'anda chekinganligidan hayron qoldim. Shuni vatandoshlarga leksiya qilib yetkazdim.